Teşkilatlarning masalasida bir savolim bor. Teşkilatlar haqida to'xtaldik uni. Men hech bir tashkilotga a'zo emas. Muxbir bo'lish bilan men faqat kuzatuvchi. Chunki mediaga nisbatan shu dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlarning shu axborot Uyg'urlarningki shu axborot mediaga sohasida xizmat qilayotganlarni qo'llash yoki kuchaytirish nuqtasidan tashkilotlar qanday qaraydi demak. Bekçik masala var bu yerda. Hemen tüküşümden açtık ötken ketdi. Bunun keyingisini qanday qilamiz, to'g'risida bosh qatirishimiz kerak deb o'ylayman. Ba'zi kuchli gerek, ya'ni iqtisodiy ta'minoti demdik, boshqa davlatlar tarafidan berilgan ta'minot jiqaroq bo'lganligi uchun tashkilotlarni kuchliroq ko'rinayotgan ahvol bor. Chunki ular shu medialarga mablag' solalaydi, ularni chaqirtib akilalaydi, shunaqa bir yig'inlar ochilsa. Agar sizningki u tashkilotning iqtisodiy manfaat, iqtisodiy kirimi az, mablag'i az bir yer bo'lsa, chet ellardan, medialardan siz odamlarni taklif qilib necha kun mehmonxonalarni o'rinlashtirib, uni qilib bulamaysiz. Unda bo'lgandan keyin siz ming to'g'ri qilsangizmi, mediaga chiqmaydi, agashkuchilar oz bo'ladi. Ma ancha jiq ish qilmasimi, puli jiqaroq tashkilotlardan o'zining tashviqotiga kuchayotganligini ko'ryapmiz. Biz asli nada to'g'ri ish bo'layotgan bo'lsa, shuningga hammamiz mablag' silib, shuni kuchaytirib, millatimizni nima narsa ilg'orlashtirib, nima narsa birlikka akillalayamsa, shularga kuchimizni atishimiz kerak. Ammo ba'zi vaqtlarda shaxsiyni ko'taradigan yoki shaxsni tushiradigan, mediadan jiroqlashtirish uchun rol o'ynaydigan yoki aslida unchalik natijasiz narsani, masalan, palani tashkilotning palani boshlig'i palani hukumatning bunda adam bilan ko'rishdi deganni xabar qilamiz. Bu xabar emas. Men dedim o'kunni Anqarada bo'lgan faoliyatlarda biz tek natijaga erishmadik. Bu yo'l faqat. Biz tek erishmay turib xabar qilsa Xitoy darhol berib oldimizda itidi akuni falanlar bilan nima qilib ko'rishibsan, nima deyishdi? Buning bir ish qilib bersang aramızdagi munosabat buzildi deb tahdid silish qilib foydaliqchi. Chunki ba'zi ishlarni yoshirin berish kerak, ba'zi ishlarni yani oshkor qilish kerak. Ilg'i menmenchilik bu xarakterimiz Uyg'ur millatimizga e'tirof qilinmaslik ve kuchlik bo'lg'ash shundami? Men e'tirof qilinaman deb shuning uchun kuchamdi. Ilg'i baldur xabar qilib ish qanday natija qozonmay turib, andan o'zimiz xalqning qalbida bir yetakchi rahbar turg'izimiz deb tashviqot orqali kuchash, amaliy xizmat oz bo'lish. Bundaq narsalar davom qilib keldi. 30 yillik kuzatishim jarayonida tashkilotlarning ojizligi bu. Xalqning ichidan chiqadi rahbar deganchi. Albatta. O'zligidan xalq o'zi qo'llab ko'tirdi. Bizning xalqimiz shunday qilib kelgan. Xitoyning Kommunist partiyasining o'zi tanlab qo'ygan yoki o'zining manfaatini kuchlantiradigan insonlarni tanlab o'tirg'i chiqarish bu kommunizm ingidagi rahbar tanlash. Shu men buning bek qarshi. Hamda ko'p turib so'zlashga texmi qarshi endi. Qilmagan ishni boqib ko'rsatib ham oshtoqlikni yo'q ishlarni kuchaytirish orqali aslida ovoz beriladigan nurg'un muhim ishlarni pastga besib o'tish uchun bu narsa cho'qim isloh qilinmasa bo'lmaydigan bir narsa. To'g'ri. Bu mediada qancha kuchsakmi shuncha badallarni to'lagan Erkin Osiyo radiosimi shunday ishlardan mustasno bo'lamidi ba'zida-chu? Ilg'i cho'ng iqimga ergishib qoldigan chunki ovoz yuqori chiqqandiki shuning to'g'ri o'xshaydi deb shu vaqtni bakarak ko'tirib qoldi. Shunda ahvol jiq bo'ldi. Bo'lmasa parda oqida badal to'lab ishlayotgan ne odamlarimiz bor. Ular jimmida tinishqina o'zining ishini davomlashtirib ketyapti. Mishadimi qizlar bilan ko'rishdim. Sog'lomlik, ayollar sog'lomlik nimasininki gruppasining qizlari bilan ko'rishdim. Masalan, jurnal, kitob chiqarayotgan bolalarni chet el tillarida, turk tilida va boshqa har xil bilimlar tarbiyalayotgan maktablarni ochgan qizlarimiz bor. Minglarcha ya'ni Uyg'urlarni Qur'on o'qitayotgan masalan shundaq nima deymiz, noiti foydali shundaq xizmatlarni jimmida qilayotgan nurg'un ayollarimiz borki. Asosligi ayollarni ko'p ko'rdim Turkiyada, chunki shundaq aktiv xizmat qilayotgan. Ama qo'llash bek az ularni. Ular iqtisodiy manfaatni deb qilmaydi bu ishlarni. Shundaq bo'lsa, shu o'qituvchilarning vaqtini, chiqargan shu kuchini hurmatlash kerak deb qarayman. Eng qisqasi,
Muşu yüzlerce balalarını, yetim balalarını terbiyelayotgan o'qituvchilarmi asosan maaş almagan, asosan dam olish yo'q bir holatda yana ash balalarni o'zining balalaridek tarbiyalab o'tibdi, parvish qilib o'tibdi. Meni pek ta'sirlantirdi ularning fidokorligi. Turkiyaga kelib, o'sha har bir tashkilotning ichiga kirib, ayollar qilayotgan xizmatlarni tekshirib chiqsangiz, Uyg'ur ayollaridek fidokor onalarning ayollarning yo'qligini his qildi ekansiz. Ajoyib esil qizlarimiz, ayollarimiz balki ümidim o'sha istiqlol ekranidami shundoq fidokor ayollarimizni jiqaraq ko'rishni orzu qilma. Shularg'imi nazaringlarni og'dirib, ularning qilayotgan ishlari orqali texmi ko'p ayollarimizni, qizlarimizni, butun xalqimizni rag'batlantirsak degan orzudaman. Albatta, albatta. Shu deganingizdek ba'zi masalalar siz bak muhim bir nuqtaga diqqat tortdingiz. Nurg'un tashkilotlarimiz faqat mediani shu o'zlari qilgan faoliyat, bu ziyoratlarni ham darhallam shu kunlam chiqarish, shuni to'g'ri taqitishni tashviqotning bir jumlasidek qarab qolgandik. Hatto ba'zida da'voimiz ham beradigan nurg'un ishlar va dushmanga haqsiz uchurni oldin ola, ya'ni bir ish natija chiqmay turib yo'llab berishdek bir ish hamdi haqiqatan. Xatarlik hatta. Xatarlik aslida. Nurg'un ishlar. Strategiyalik bo'lish kerak nurg'un narsa. To'g'ri.